Bugungi zamonaviy jamiyatning dolzarb va xavotirli muammolaridan biri internetga qaramlik haqida so'z yuritmoqchiman. Axborot texnologiyalari hayotimizni osonlashtirayotgani rost, ammo shu qulayliklar ichida katta xavf bor, yashiringan va bu internet va virtual olamga haddan tashqari bog'lanish. Internet bilim olish, muloqot qilish imkoniyatlari eshigini ochuvchi vosita, ammo afsuski ko'pchilik bu vositani boshqara olmay, unga qaram bo'lib qolmoqda. Ayniqsa bugungi kunda kattalar nafaqat balki bolalar ham internet domiga tushib qolishmoqda. Kattalarda internetga qaramlik, ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda soatlab vaqt o'tkazish, doimiy yangiliklarni tekshirish, o'yinlarga mukkasidan ketish kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Natijada unumdorligi pasayadi, oila va do'stlar bilan muloqot kamayadi, sog'liq zaiflashadi. Inson virtual olamga qanchalik ko'nikib qoladiki, haqiqiy hayotdagi muhim vazifalar, maqsadlar unutiladi. Bolalarda esa internetga qaramlik yanada xavfliroq tus olmoqda. Yosh bolalar ko'pincha vaqtlarini mobil o'yinlar, videolar va ijtimoiy tarmoqlarda behuda sarflashadi. Darslarga qiziqish susayadi, fantaziya va ijodiy fikrlash zaiflashadi. Jismoniy sog'liqda ko'z kasalliklari, umurtqa muammolari va psixologik nosog'lik alomatlari kuzatiladi. Sog'liqning buzilishi, uyqusizlik, ko'zning zaiflashuvi, asabiylashish, vaqtni behuda o'tkazish esa rejasiz hayot va orzularning so'nishi. Ijtimoiy ajralish, oila va do'stlar bilan aloqaning susayishi, ruhiy zaiflik esa yolg'izlik, depressiya va haqiqiy hayotdan uzoqlashish. Demak, internetdan foydalanish chegarasini aniqlashtirilishi shart. Foydalanish maqsadli, me'yorida va nazorat ostida bo'lishi kerak. Kattalar uchun internetni faqat zarur ishlar uchun ishlatish, real hayotdagi vazifalarni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Bolalar uchun esa internetdan foydalanish vaqtini cheklash, ularni ko'proq sportga, ijodiy mashg'ulotlarga va kitob o'qishga jalb qilish zarur. Unutmaylik, internet vosita, hayot esa maqsad. Biz bolalarimizga texnologiyalarni boshqarishni o'rgatishimiz kerak, unga qullik qilishni emas. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, texnologiyadan oqilona foydalanish bugungi kunda har bir insonning bilim darajasini, salomatligi va baxtini belgilab beruvchi asosiy omillardan biridir. Hayotning haqiqiy zavqini internet ortidan emas, chin hayotdan izlaylik. Agar texnologiyalarni ongli va maqsadli tarzda ishlatsak, ular bizning bilimimizni oshiradi, imkoniyatlar eshigini ochadi va hayotimizni boyitadi. Aks holda esa u bizni o'z domiga tortib, eng qimmatli narsamiz, vaqt va salomatligimizni asta-sekin so'ndiradi. Shu sababli keling, texnologiyalardan oqilona foydalanishni o'zimiz uchun tamoyilga aylantiraylik, farzandlarimizga esa vaqtni qadrlashni, haqiqiy hayotning go'zalligini his etishni o'rgataylik.